Bu ikinchi dalamiz. Bu ham kak bolojda bu ham hurmatli yaxshilar kecha oddiy suv bilan sug'orilgan 2 kun oldin. Bugun yaxshilab kalsiy bilan to'yinib chiqdik. O'sha SC'sini giradi 2000 atrofida qildim. Mana bu yerga oxirgi ekan kelaylarimiz. Endi bahorda misol hosil kamroq bo'ladi-yu. Bu asosiy ko'chatni olamiz lekin sharoitdan qarab ko'ramiz endi. Vaqt ko'rsatadi. Mana bular moshina bo'lib turibdi. Endi begona o'tlardan tozalab tassak yaxshilab. Bugun ham havo bulut mana salqin. Hasharotga yaxshilab vertomet bilan ishlov berib tashlayapmiz. Vertomet suragajnasi 3 kun yengilroq. Yaxshilab cho'milib sochib tashlayapti ba'zan. Hasharotdan xoli bo'lib turadi. Mana bu yerlarda mana traktor bilan kechagina kirgizib, ariqlarni oldirib qo'ydik chiroyli qilib. Hammasi endi bu yerga ishlov berishni boshlaymiz, tayyorlab qo'yamiz yerni. Qolganini vaqt ko'rsatadi ko'chatni ekishda. Fevral 15da eksangiz ham bo'ladi, martda boshida eksangiz ham bo'ladi. Agar havo normal bo'lsa dekabrda. Noyabrda oxir dekabr o'tiradi, demak eksa bo'ladi. Vaqt ko'rsatadi endi xudo xolasa. Yaxshilab chiroyli obobop chiroyli qilib qo'yamiz, ariqda ekishga tayyor qilib. Hammasi solib kelib qo'yilgan, u magistrat onaqa turbasi, kraniklari, usti yopadigan klyonkalari hammasi tayyor turibdi. Boshqa turibdi bashdalar maydon hammasiga. Bir qonli albion ekiladi xudo xolasa. Bu maydonimiz Kilyari-Alba. Bahorda xudo xolasa shu mayda oxirdan sirazi Kilyarilar hosildan tugaydi. Reski buni ham ishlovini berib, mana bu yerga kelgan albion, nari daladagi albion, ko'chatga kelgan albionlar sirasi ko'chatni olib, zadno bet sirazi albionga to'ldiriladi. Yozi bilan hosil berib yotaveradi xolasa. Chunki setkasi bor, hamma narsasi qilib qo'yilgan. Prosta yer bo'sh qolmasin degan maqsadda Kilyari-Albalar ekib tashildi. Bahorda endi rizq nasiba. Qanchadan kelsa o'sha sharoitga qarab mevalar sotiladi. Klyonkalar olinadi, yerga yaxshi ishlov beriladi-da. O'sha paytda mayda oxiriga o'zi albion ko'chatlarimiz tayyor bo'lgan bo'ladi xudo xolasa. Sira setkasi tortilgan bo'yda ko'chatni ekamiz. Avgustlarga hosilga kirib ketadi keyin bu ham. Iyul oxiri avgust boshlariga, iyulda boshiga kirar. Bu ekkandan 70 kunda hosil kirib ketadi-da. Qolgan vaqt ko'rsatadi endi. Shunaqa holatda. Ishlovdan oldin bu dalaga ham yaxshi bugun ishlov berib qo'ydik deb. Ratlar ikkilada ham tinch deyapmiz. Bu 3-dalamiz endi, ikkinchi dalamiz. Hali bitta yana 3-dala bor, kattaroq maydon. Bu yoqni ham yerini berlatib, xudo xolasa. Endi mana bunaqa palajanada ariqlarni oldirib qo'yamiz. Chiroyli qilib. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar aka-ukalar.